Laura Assabuzarinho, Alfredo Giasmanento, Griselda Farqioginho, Emiliano Shashvarento, Gustavo Gipragento va Eduardo Doudrento. Guadalupe serial 334-qism. Vasiyatni e'lon qilmadimi? Kutyapmiz. Eringni merosi bizga qoladi. O'chir ovozingni. Hech kim bilishi kerak emas. Advokatento tashrif buyuring. Meros e'lon qiladigan odam keldi. Vasiyatin. Qisqa qilib vasiyatni e'lon qiling. Liza Diamondda Cemento. Cemento emas, Cemento. Vasiyatin. Qisqa qilib E'lon qiling. vasiyatni e'lon qiling. Ukam Alfredo, Garento. seni juda yaxshi ko'raman. Lekin senga Chichvarento. boyligimni ishonmayman. Mana senga qolento. Meros meniki bo'ladi. Yordamchinyo. Yordamchim Gustavo. Assusento. Hamma boyligimni senga qoldira olmayman. O'zingchi nimani umid qilganding? O'xshamadi. O'xshamaydi ham. Jiyanim Miguel, sen bu yerda nima qilyapsan? Sorrento. Eshikni tashqarisidan yopib ket. Xizmatkorimiz Sancho. Yaxshi insonsan. Shuning uchun sen otlarga qarab yurur. Seni qo'lingdan ot boqishdan boshqa hech narsa kelmaydi. Gongini kolento. Ot boq. Qizimento. Qizim Guadalupaga bor merosimni, hamma boyligimni kimga topshirganimni aytib qo'yinglar. Sizga hali boraymi? Men turganda senga yo'l bo'lsin. Rafiqam Liza, sen tiriklik chog'imda menga juda yaxshi qarading. Meni ko'nglim sezento. Yaxshimas. Lekin seni yordamchim bilan don olishib yurganingni sezib qoldim. Xiyonatello. Nima deding-yo? Shuning genio. Sariq chaqento ham yo'g'ento. Nima bo'lyapti? Qayerdan bildi? Endi boylik kimga qolishini ayt. Butun boyligimni Menga qolavento. suyukli advokatimga qoldiraman. Menga qolavento. 334-qism tugadi.